Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hamma sog'likmi? Oilalar tinchmi? Musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'likmi? Oilalar tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Aka-ukalar, bugun Qur'on hayiti. Qur'on hayiti bilan hammangizni muborakbod qilaman. Umringiz uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Her xil bela bettellerden, urushlardan, suv balasidan, o't balasidan, tuhmat balasidan, bo'xton balasidan hammamizni asrasin aka-ukalar. Sog'lik salomatlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Endi bugun kasallik bo'yicha chiqmadim. Hozir shu bizada O'lyabod edi. O'lyabodga borib kelib, Qur'on tilovatlarimizni qilib keldim. Hali parandaga qarashga ham vaqtim bo'lmadi. Endi xudo xolasa hozir juda ham erta ketganman, kun chiqmasdan hozir keldim. Xudo xolasa endi qaraymiz. Aka-ukalar, shu masalan Telegram guruh orqali bo'ladimi? Boshqa nimada savol berganda ozgina e'tiborli bo'lamiz. Masalan, telefon qo'ng'iroqlar bo'ladi. Farqat aka shunday bo'lib turibdi deydi-da. Bo'pti deymanda shu dorilarni aytaman. Dorilarni aytgandan keyin shuni deydi, nimadan tashlab bera olmaysizmi? Soобщение qilib deydi-da. Endi har bir odamga soобщение yozib nima qiyin-da, aka-ukalar. Bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Bir 200 dan oshib ketdi kuniga telefon qo'ng'iroqlar. 200 dan oshiq odamga men SMS yazib o'tirsam, bu umuman uspet qilib bo'lmaydi aka-ukalar. Bir-birimizni to'g'ri tushunishimiz kerak-da. Masalan, qo'ng'iroq qildingizmi? Qo'ng'iroq qilganda qo'lingizga agar esingizda turmaydigan bo'lsa, ruchka oling, qog'oz oling, keyin qo'ng'iroq qiling. Sirazi yozib oling. Hammasi chotki bo'ladi. Endi bitta odam masalan 10 martagacha telefon qiladi-da. Masalan, qarangda, telefon qiladi, men dorilarda aytaman, boringki yozib oladi. Yozib olgandan keyin ko'chaga chiqib botirman men, veterinariyaga botirman. Shu veterinariyaga borgandan keyin ham bir qo'ng'iroq qilib yuboraman. Farqat aka, iltimos shu nima qilib yordam berib yuboring. Yana borib turib veterinariyaga borib ham shu har xil video nima qilib bir odamni o'zi 10 ta 15 ta qo'ng'iroq qilib yuboradi-da, bir odamni o'zi kuniga. Mana shuni oldim, mana shu dori bo'ladimi? Shuning uchun yozib oling, konkretni yozib oling, borib oling, mana chotki bo'ladi. Yana bitta narsa shu Telegramda masalan aka-ukalarimiz savol beradi, savol berganda shunday rasmini qo'yib qo'yadi yoki videoga olsa ham masalan shunday parrandani ko'rsatib, parrandam mana shunaqa bo'lib turibdi, konishib turibdi. Boshqa ma'lumot yo'q. Masalan, parrandachilikda bir kasallikni aniqlash uchun masalan axlatning rangi, bu parrandani yeb turgan oziqalari, turadigan yeri, qanday yerda turibdi, bu sanitariya ahvoliga javob beradimi, turadigan yerda gaz bormi? Xullasda shularni qarab bir tashxis qo'yasiz. Uni bitta shunday turishida masalan hamma kasallikda parranda cho'qib turadi masalan. 100% kasalliklarda cho'qib turadi. Bu cho'qib turibdi degani bilan bu tashxis qo'yib bo'lmaydi aka-ukalar. To'g'ri tushunishimiz kerak bir-birimizni. Bu masalan siz oddiy bolnisaga borsangiz, hozir doktorlar masalan 8 yil, 9 yil shu o'qigan, oliy ma'lumotli doktorlar shunday sizni turishingizga qarab sizni kasalligingizni aniqlab bilmaydi. Professor bo'lsa ham. Sizni rentgen qiladi, axlatingizdan analiz oladi. Hamma yog'ingizni tekshirib, keyin kasalligingizni aytadi. Aka-ukalar, bu parrandachilikda qiyin. Shu belgilari, axlatning rangi, ko'pincha shu axlatning rangiga qarab aniqlash mumkin-da kasallikni. Shu savol berganda axlatlarning rangi, berib turgan ozuqalaringiz nimaga? Sababi siz mumkin
noto'g'ri oziqlantirib turgansizdi. Bu kasallik shundan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun berib turgan oziqalaringiz, turadigan yerlar, xullas qanchalik ko'p ma'lumot bersangiz, bu kasallikni aniqlashga yordam beradi. Endi ko'pincha men o'zim masalan bitta savol bo'lsa, shu savolga javob berish uchun qayta o'zim so'rab olamanda masalan. Masalan savol beradi, keyin men yana yozaman masalanda bitta odamga javob berish uchun axlatini rangini ayting, keyin uni ayting, buni ayting, keyin so'rab olib hamma narsa ma'lumotlarni olib, keyin dorisini javobi aytiladi-da. Masalan men har bitta odamga shuni so'rab olib nima qilib o'tirishga nima yo'q-da. Siz hamma bittada shu ma'lumotlarni bersangiz, men aytib qo'yaveraman. Bu yerda masalan Telegram guruhda ham shunday. Masalan biladigan odam masalan shu belgilarga nimaga qarab savollarga javob beraveradi. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar. Uzr. Telegram guruhimiz var. Telegram guruhumuza o'ting, bu siz uchun foydali. Kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Parandangizni bepul reklama qilib sotishingiz mumkin. Xo'roz janglarni tomosha qilishingiz mumkin. Xullas kalom, bu siz uchun juda ham foydali. Telegramning silkasini kommentariyada qo'yaman. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lamiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.